Qalaysiz, ishlaringiz yaxshimi? Allohga Lekin ajoyib joydan joylar qurib qo'ygan ekansiz. Xudoga shukr. Serikbay aka, 16 sutka joylashgan joy ekan. Men bilasiz, meni chaqirdingiz, oluvchi va sotuvchi o'rtasidagi vakilman. Ya'ni kim obunachilarim nomidan siz bilan savdoni qilamiz. Aka, birinchi galda savdo qilishdan bir joyingizga bir ta'rif bersangiz. Necha sutka joylashgan, qanaqa sharoitlari bor? Juda yaxshi. Mana bu turgan joyimiz общий 16 sotiq. Uylar bilan. Uylar bilan polностью 16 sotiq. Aha. Tak. 920 10 deb hisoblasak, 10ga 25 qilib mana uy qurilgan. Aha. Sotiladigan bo'lsa, ikkitaga bo'lib sotishga ham возможностьimiz bor. Ushxona qilib tagidagi podvallari bilan bo'lib. Yaxlit oladiganga ham shu. Xo'p, aka, ko'rdim, juda zo'r. Ikki taraflama ariqdan suv o'tgan ekan. Demak, u yoqda qaraslaringiz bor, bu yoqda laqalar bor. Da. Bu haliga prirodniy narsa-da. Aka, asosiysiga o'taylik. Хорошо. Kulminatsion joyga o'taylik. Nech pul deyapsiz aka? Sizga bir 80 ming desam nima deysiz? Yo'q, 80. Tavba tazarruk. Menga qarang. O'zi, aka, ilohim yaxshi kuningizga soting, ishlating. Hozir savdo yo'q paytida, aka, 60 bo'lsa barakami? Yo'q. Buni nech pul bo'lsa pishadi aka? Serikbay aka. Mayli, boyaga aytganimdan keyin sal o'zim gap qo'yib yubordim. 1000 tushib qo'ya qolsa nima bo'ladi? Yo'q, 79 qimmat. Aka, oladigan qilaylik. Aka, 62 ming beraman, bering. 2 ming qo'shdim. Siz nech pul tushasiz? Uzr. Men shu aytganda tursam biroz deb tur. Yo'q. U aytganingizga tursangiz ishimiz pishmaydi aka. 65 ming berdim, yo'qga qo'sha olmayman. Bering aka. O'ylanadigan joyi yo'q. Tushardim. Aka, 65 ming zo'r narx bo'ldi. Bering, barakasini bersin. Olgan odam duo qilsin aka. Rahmat. 50 ichida yurgan bo'lib, shu narxni to'g'ri shu narx deb aytib turgan bo'lsang, ilojim ham yo'q, endi boshqa ilojim yo'q. Barakasini bersa. Berasizmi aka? Bering, barakasini bersin.